o'rtoqlar, ota-onam borida qadriga yetish kerak. U o'lgandan keyin qabristonga chiqish u ahmoqlikdir. Bugun ko'rgan videolarim orasida eng ta'sirli video shu bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Bitta sovg'a qilmoqchimiz sizga aka. Pul tanlaysizmi, gul tanlaysizmi aka? Bir yo'l olib boraymi? Aka qayerga olib bormoqchisiz meni aka? Onamni oldik. Ketdi. Kelsiz aka qabristonga keldingmi aka? Onam oldiga. Bos kelaman. Kutilmagan voqealar. Ko'ngil rohat olmabdi. Onamga borib boqsam, ko'zdan nuri qolmabdi. Topibman mol dunyo, ro'mol olib bermabman. Bir o'tirib choylaringizga shakar qo'shib bermabman. Onam, bu o'g'lingiz ko'r ekan. Uka qo'lingizni oching, iloy Muralarga boring uka. Uyini ko'rib keling. Alloh aka. Aytgan Shuning uchun